Kitob inson ma'naviyatining eng yaqin do'sti. Bugun ma'naviyat, xotira va haqiqat haqida so'zlovchi bebaho durdona bo'lgan madaniyat va san'at fidokori, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Murod Muqimov Hazratqulovning Alisher Navoiy davri madaniyati, Amir Temur va Temuriylar Renessansi nomli kitob taqdimoti bo'lib o'tdi. Bugun sizlar bilan ma'naviyat va ma'rifat ruhidagi ushbu qutlug' tadbirda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursand. Bugun biz ma'naviyat, tarix va haqiqatni o'zida mujassam etgan bebaho asar, madaniyat va san'at fidokori, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Hazratqulov Murod Muqimov qalamiga mansub Alisher Navoiy davri madaniyati va Amir Temur va Temuriylar Renessansi kitobini taqdimoti munosabati bilan jam bo'ldik. Murod Muqimov Hazratqulov Tojikiston Respublikasida tavallud topgan. Toshkent davlat madaniyat institutini imtiyozli diplom bilan tugatgan. Muallif 1985-yildan Qashqadaryo viloyati Nishon tuman Talmarjon shahar madaniyat markazi direktori lavozimida uzoq yillar faoliyat olib borgan. O'z sohasining fidoyisi, yetuk mutaxassis va professional tashkilotchi Murod Muqimov turli davlat tashkilotlarining ma'naviyat va ma'rifat a'lochisi, davlat harbiy xizmat chegara qo'shinlari a'lochisi, O'zbekiston suv xo'jaligi a'lochisi, madaniyat va san'at fidokori kabi ko'plab nishonlar hamda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi davlat mukofoti bilan taqdirlangan. Murod Hazratqulov Qashqadaryo viloyatida o'tkazilgan ko'plab madaniy tadbirlar va ommaviy bayramlar ssenariylari muallifi va badiiy so'z san'atkori, yuqori toifali suxandon hamda sahnalashtiruvchi rejissyor sifatida tanilgan. 2001-yilda muallifning Madaniyat Gulshani nomli ilk kitobi nashr etilgan. Mazkur tadbir kitobxonlik loyihasi doirasida tashkil etilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi kitobni hayotimizning ajralmas qismiga aylantirishdir. Ushbu taqdimot Nishon tuman hokimligida bo'lib o'tdi. Taqdimotda Nishon tuman axborot kutubxona markazi xodimlari faol qatnashdilar.